Yomon qilibdi mana shular. Bir telefon qilib mazgilab qo'yaymi? Yomon yumurchiman, nomeri bor ekan hozir. Bugun borib ko'pilcha mazasini qochiramiz. Yana kaltaymiz. Nima kerak bor shuni oldiga bu? Yuzuk qo'ya qoldi so'nggi paytda. Alo, assalomu alaykum, eshitaman. Aka bu anaqami? Qodir Latipovmi? Yo'q, aka Qodir Tolipov. Ha. Nimami? Bo'sh bo'lsangiz bir gaplashib o'tiraymi degandim. Aka hozir syomkada edi-da, keyin reklama bo'yicha deb yozilgan-ku nomerga. Ha, reklama masalasi. Ha, bu nech pul reklama? Nimani reklamasi? Bor ana bir magazin bo'lsin. Xo'p, qanaqa magazin? Gap kelmay qoldi. Ha, boshlaylik. Ketma. Boshqa. Yana qilaman. Davay. Nomeri dahshat ekanmi? Ha, so'raymiz qattiq. Vajohat yetishmayapti, hozir mana shu yerda uramiz deyish kerak-da. Sani. Os. Alo. Akani so'rash esdan chiqib qolibdi. Nomeri zo'r ekanmi? Qayerda olgansiz? Biz oddiy xalq ham bir ishlatsin. Aka qarang, Instagramga oltin raqamlar 4 ta 7 deb yozasiz. O'sha profil shapkasida Telegram kanali bor. O'sha kanalga o'tib a'zo bo'lib qo'ysangiz, xohlagan nomeringizni qilib berishadi o'sha yerdan, aka. Endi ularni-ku deb biz pulimiz yetmasa kerak, biz oddiy xalqmiz-ku. Yo, siz ham olsangiz bo'ladi, bo'lib to'lashga ham qilib berishadi, aka. Ha, yo'q. Ishlaymizmi, yo'qmi? Ha, bo'pti. Mana shuni boshqatdan olaylik, vajohat yetishmaganda. Davay boshqatdan olamiz, ketdi. Qara, ishlaydigan reja bor. Seni rejalar ishlamayapti umuman. Laboda sakrab tushasan, qo'rqar. Kim? Yana, olamiz. Alo. Agani Alkash haqida videolarni o'shanda muzika bor ekan oxirida. O'shani topolmayapman-da, Telegramdan tashlab yuboring menga. Jon aka, syomka qilyapmiz, xalaqit beryapsiz, tushunyapsizmi, Jon aka? Turing o'zing. Alo. Aka, gromkani o'chiring, o'zim ovozim o'zimga qaytib kelyapti.